Teacherbotda ro'yxatdan o'tib ingliz tili bilan shug'ullanish uchun birinchi o'rinda mana Google'ga kirib, Teacherbot deb yozish kerak bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana Google'ga kirdim. Kirgandan keyin mana izlash degan searchga Teacherbot deb yozishingiz ham mumkin yoki Teacherbot.uz deb yozishingiz ham mumkin. Farqi yo'q. Ikkalasida ham mana ko'rsataman. Teacherbotda ham chiqyapti. Mana birinchidagi bizniki agar Teacherbot bo'lmasa, Teacherbot.uz deb yozsangiz ham, Teacherbot.uz desangiz ham mana chiqadi. Farqi yo'q. Mana shu birinchisi yashil tili belgisi bor. Teacherbotga kiriladi. Kirganingizdan keyin mana hali ro'yxatga o'tishingizdan oldin mana yerda Teacherbotni telefoningizga o'rnatib oling degan o'rnatish degan knopkani bossangiz shartta o'rnatadi. Misol uchun hozir o'rnatishni bossak mana so'raydi. O'rnatish mana o'rnatyapti Teacherbotni hozir telefonimizga. Biroz kutib turasiz. Ana o'rnatildi degan yozuv keldi mana tepada. Teacherbot o'rnatildi. Endi bu qayerda bo'ladi? Shu programmalaringiz ichiga kiradigan bo'lsangiz, oxirida o'sha bir xillanki tepaga ochiladi, bir xillanki yonboshga yuradi. Mana menda oxirida Teacherbot o'rnatildi. Uni olib mana boshidagi ekraningizga ko'p tez topadigan joyingizga qo'yib qo'ysangiz, yaxshiroq ishlasa bo'ladi. Demak, ustiga bitta bosish kerak bunga Teacherbotga kirish uchun va kirgandan keyin hozir sizda misol uchun birinchi marta ochayotgan bo'lsangiz login parolingiz yo'q. Mana ro'yxatdan o'tish, login parolingiz yo'qmi? Ro'yxatdan o'ting degan yashil yozuv bor mana yerda. Shuni bitta bosish kerak bo'ladi. Bossangiz, login parol so'raydi. Xohlagan loginga, demak, xohlagan ism yoki yozuv hamma narsani yozishingiz mumkin. Imkon boricha soddaroq, osonroq bo'lishi kerak. Misol uchun ismi deylik. Misol uchun Botir bo'ladigan bo'lsa, Botir nechinchi yilini yozib qo'ygan maslahat beraman. Chunki kimdir Botir bilan ro'yxatdan o'tgan bo'lishi mumkin. Misol uchun Botir 2010 deb qo'yadigan bo'lsak, 2010-yilda tug'ilgan Botirligini shartta ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Parol topish kerak bo'ladi keyin. Xohlagan birorta parol topish kerak. Misol uchun hozircha sinov uchun 1 2 3 4 qo'yamiz, lekin sal qiyinroq parol qilaverganingiz yaxshi. Lekin esdan chiqmasligi kerak. Parolga va parolni tasdiqlashga bir xil parol yozilishi kerak. Menda hozir 1 2 3 4, 1 2 3 4 ikkalasini ham yozdim. Va undan keyin mana ro'yxatdan o'tish degan knopkani bossangiz, mana yerda so'raydi. Parolni saqlanib qo'yaymi degan narsani so'rayapti. Menda tepada o'zbekcha bo'lsa, o'sha saqlash degan knopkani bosasiz. Ruscha bo'lsa saqlanit, inglizcha bo'lsa save deb mana bosyapman. Mana parolni saqlab qo'ydi. Endi shuni o'zi avtomatik tizimga kirib ketaverishingiz mumkin. Misol uchun login degan joyga shunday bosishingiz bilan mana Botir 2010 ni ko'rsatib turibdi mana yonboshda. Shuni bossa mana eslab qolgan tizim. Qo'lda yozsangiz ham bo'ladi. O'sha avtomatikdan foydalansangiz ham bo'ladi. Kirishni bosadigan bo'lsa, mana avtomatik Teacherbotga kiryapti. Daily stay hozircha hamma narsa 0 da turibdi. Bu birinchi kirgandagi sahifa, bu kitoblar sahifasi. Hozircha mana shuncha kitoblarimiz bor. Teacherbotda yana imkon boricha kitoblar qo'shiladi. Undan tashqari yonboshdagi mana tomonga o'tadigan bo'lsak, bu yerda leaderboardlar, ya'ni bugungi kun, kunlikda turibdi hozir. Bugungi kunda kimlar qancha dars qilganligini ko'rsatadi. Haftalik o'tkazsangiz, bu haftada kim qancha dars qilganligini ko'rsatadi. Oylik, mana yillik va umumiy hammasida kim nechinchi o'rinda ekanligini ko'rsatib turibdi. Mana keyingi deganda bo'lsangiz, o'sha keyingi o'rinlarni ko'rsatishi mumkin. Kim qayerda qancha ishlaganini ko'rish mumkin. Undan tashqari mana qilichga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda musobaqalar. O'sha odamlarga musobaqa jo'natishingiz mumkin. Kim qancha musobaqa jo'natgan, ko'rsatib, qachon soat nechida jo'natganligini, kimga jo'natganligini, qaysi kitob bo'yicha ko'rsangiz bo'ladi. Bular yangi musobaqalar, bular esa tugatilgan musobaqalar mana. Kim yutganligini medalcha bilan ko'rsatib qo'yadi. Ustiga bossangiz mana profilga kiradi, qancha darslarni bajargan, mana tugatilgan darslarda mana qachon necha foiz bajarganlarini ko'rsatib turibdi. Musobaqalarda esa mana qancha musobaqalarni tugatganligini ko'rsatib turibdi. Undan tashqari mana bolg'achani bossangiz, gantelni deylik. Bu yerda xatolaringiz, dars qilib xato qilgan bo'lsangiz, mana shu yerda hamma xatolaringiz to'planib turadi. Bu esa sovg'alar, o'sha dars qilishingiz davomida shuncha sovg'alar sizni balansingizga qo'shib boriladi. Bu esa profil, hali dars qilinmagan Botir 2010. Keyingi videoda buni dars qilishlarini ko'rsatib o'taman. Hozircha shu.